Taksi. Assalomu alaykum. Aka, sizimsiz? Sog'liqsizmi? Rahmat aka. Yaxshi namoyinglar. Xo'p, rahmat ertagacha. Bo'ldi ham shunaqa chiqib qoladi endi. Menga o'xshagan sal kamroq. Mayli. Aka, so'raganlaringiz she'mizdan boshqacha yo studentmisiz, ish qilasizmi, kechpay taksi qilasizmi? Ha, aka, Andijondanman o'zim. Andijondanmisiz? Andijondan. Qoyil. Andijonda qayerdansiz? Bilasizmi? Ha, mana. Albatta, Andijonda 10 yil o'qiganman men. Yo'q-a? Andijon davlat tibbiyot institutida o'qiganman 10 yil. Vrachlik sohasida o'qiganmiz. Andijonda mani u xotiralarim, yaxshi kunlarim, esdan chiqmagan damlar, hali nima talabalik oltin davrim deydi-ku, o'sha narsalar hammasi qolgan mani. Yarmim Andijonda qolgan desam bo'laveradi. So'raganda ayb yo'q. Ko'rinishingizdan sportga sal aloqasi bor odamga o'xshadingiz yoki adashdimmi bilmayman. O'zi komfort sohasida, komfort taksistlar o'zi hammasi shunaqa tabiatdan xushchaqchaq, klient mijozini ko'ngli ko'taradigan bo'ladimi o'zi aka? Ha? Harakat qilamiz. Savol berib, ha? Harakat qilamiz endi. Hoy. Yaxshi kayfiyatda olib ketishga. Albatta, manzilga mijozni eson-omon, chiroyli kayfiyatda olib yetkazish kerak sizlar. Albatta aka. Ehtiyot bo'lasiz aka, bizda ham hamma yoqda chorrahalarda radarlar qo'yib tashalgan. Remengizni taqmabsiz-mi aka? Shu esdan chiqib qolyapti. Remengizni taqib oling, chunki kamarga bizni ham radarlarimiz yaxshi oladi. Yana borgingizgacha mani manzilga 20 ming yetkazib beraman deb 200 ming 300 ming pul to'layvermang aka. To'g'ri. Aka, yaxshimi Qo'qon ko'chalari yoqdimi sizga? Yaxshi, ha, endi bo'ladi endi o'lgan olguncha. So'raganda bu yerda nima qilyapsiz aka? Student, ish bilan, ish bilan ko'proq, ish bilan kelaman ancha-muncha. 1-2 kun shu yerda bekor yurmasdan endi ancha-muncha. Endi bizda Qo'qonda ko'rasiz deymi? Agar menga hozir yaxshi xizmat ko'rsatib qo'yni ko'tarsangiz, men balkim o'zimga shaxsiy shofyor qilib olaman. Shofyor qilib, nima bo'lsa, bo'ldi. Odam sen uchun birov ko'rmas shuni. Avvalo Xudo deb bilib qilgin ishingni. Zolim bo'lib qolma, yig'ib olgin hushingni. Rohat qilganning bandasi bor etolmas. Boyor bilganning bandasi xor etolmas. Hozir shunda men qo'shiqchi taksistni mashinasiga chiqdim. Hozir Botir Qodirov bilan ovozi farqlanmay qoldimi? Ismingiz Botir Qodirov emasmi? Ismingiz nima? Ismim Muhrida. Anshpeli, meniki Dilshod. Tashkentdan. Mana shu qo'shiqni oxirigacha manzilga yetib borsa ham yakuniga yetkazasiz. Bo'ldi gap yo'q. Bu dunyo oxirat uchun haykaling bo'lar. Yaxshi yo yomoning umr sayqaling bo'lar. Poyingda yotgan tosh balki haykaling bo'lar. Xudo qilganning bandasi bor etolmas. Xudo yor bilganning bandasi bor etolmas. Abungiz mana qo'shilishga ketib qoldim. Xursand bo'ldim. Ashulasi juda ham yaxshi ko'raman. Joningiz sog' Juda ham yaxshi ko'rib eshitaman. Harakat qilaman men ham aytishga. Sizni ovoz tembringiz Botir Qodirovdan qolish bergan. Endi birga qo'shilib aytamiz. Hasading bor bo'lsa, nazardan qolding demak. Qalbingga do'zaxdan rahna sho'x solding demak. Tavakkul bilsa, aqldan ozding demak. Xudo xor qilganning bandasi
Sevdasin harit olmaz. Hozir Botir Qodiriyevni jonli konsertda birinchi qatorda o'tiribman. Masha qoyil. Masha o'g'ridan va hozir kayfiyatimchi o'zi 98-99 edi. 110 ga chiqarib yubordi. Endi mamchi ertalabgacha uyqu yo'q menga. Bunaqa hayotimda bunaqa taksiga chiqmaganman men hozir. Odatiy bo'shni tashlang, taksistlik tashlang, shofyorlikni tashlang. Guldek ovoz, hunar bor ekan. Ovozingizni boylamini qarang, tembrni qarang. Yoqdimi aka? Vashshi maza qildim men. Rahmat, joyingiz sog' bo'lsin. Qoyil o'g'limdan umringizdan baraka toping. Rahmat. Lekin men hali birgalashib nimaga chiqdik-ku? Aha. Men qolib ketdim. Mani ovozim yetmadi. Mani ovozim yetmadi. Hech gap yo'q.